Ha, men bekorchiman. Ishlamayman, uyda bekor o'tiraman. Ha, men bekorchiman. Ertalab vaqtli turib, choyni tayyorlab, xo'jayinni ishga jo'nataman. Ha, men bekorchiman. Ertalab yana qayta uyga kirgandan keyin bolalarimni uyg'otib, bet-qo'lini yuvib, choyini ichkizaman. Ha, men bekorchiman. Ertalabkin oshxonaga yana kirib, hamma choy ichib bo'lgandan keyin oshxonani yig'ishtiraman. Ha, men bekorchiman. Endi bir dam olaman deganimda obed vaqti bo'ladi. Obedga ovqat qilaman. Hali ertalab yig'ishtirilgan oshxonam yana bop-boyagidek bo'ladi. Yana yig'ishtiraman. Ha, men bekorchiman. Obedni tayyorlab, yana yig'ishtirib, uyga kirgunimcha soat 1-2 bo'ladi. Bolalarni uxlataman, uxlatishga harakat qilaman. O'shandayam uxlashi aniq emas. Ha, men bekorchiman. Endi o'mayli o'g'limni uxlatsam, katta 4 yosh o'g'lim sho'xlik qiladi va kichkina o'g'lim uyg'onadi va meni asablarim. Ha, men bekorchiman. Obeddayam bir munday jijja dam olaman degunimcha kechqurunga o'shanga ovqat qilish vaqti yetib qoladi va ovqat qilgani chiqib ketaman. Ha, men bekorchiman. Ovqatni qilgunimcha kichkina o'g'lim o'jarlik qiladi, yig'laydi, ko'tar deydi. Bitta qo'limda ko'tarib kerak bo'lsa ovqatimni qovuraman. Ha, men bekorchiman. Uylarni har kuni yig'ishtiraman, lekin yig'ishtirishga ulgurilmasdan orqasidan yana katta o'g'lim o'yinchoqlarini to'kib tashlaydi. Ha, men bekorchiman. Endi kirlardi bo'ldim degunimcha orqasidan yangi kirlar mana deb tushib turadi. Ha, men bekorchiman. Xo'jayinim ishdan kelishlariga ular toza to'kilib hammayog'ini tozalab chiqaman, lekin bitta joy qolib ketsa xo'jayinimga o'sha ko'rinadi. Ha, men bekorchiman. Oynalarni yaltiratib artib qo'ysam, bolalarimni barmoqlari chaplanadi. Ha, men bekorchiman. Haligi boshlagan ovqatimni ujinga tayyorlayman. Hamma ishdan kelib ovqatlanib olishadi va men uni yig'ishtiraman. Ha, men bekorchiman. O'zim endi bir o'tirib odamga o'xshab ovqatlanaman desam, yo katta o'g'lim hojatga kirgisi keladi yoki kichkina o'g'limni injoyli qilib yig'lagisi keladi. Ha, men bekorchiman. Xo'jayinim kechqurun ishdan keldilar, charchab kelyaptilar. Men bekorchiman, uyda o'tiribman deb bolalarga iloji boricha o'zim qarayman. Ha, men bekorchiman. Kechqurun uyqum kelib ketsa ham bunday ko'zimni yumib uxlab olmayman, chunki meni ikkita qo'zichog'im bo'ladi. Oldin ularni uxlatib, keyin o'zim uxlashim kerak. Bekorchilar, yana qanaqa ishlarimiz qolib ketdi? Kommentariyaga yozib ketinglar va obuna bo'linglar.